Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşı alamiz. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Avropa İttifaqı Xitoy mallarına qarşı hərəkətə o'tmoqda. Avropa İttifaqı Komiteti kichik posilkalardan tamojni beji kechirim qilish siyosatini amaldan qoldirishni planlayotgan bo'lib, Xitoyning Temu, Shein qatorliq tor savdo supulari asosliq nishonga aylangan. BBC'ning bu vaqtdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Avropa İttifaqı Komiteti qiymati 150 yevrodan oshmaydigan iste'molchilarga bevosita yetkaziladigan kichik posilkalardan boj kechirim qilish siyosatini bekor qilishni taklif qilgan. Mazkur taklif loyihasi Avropa İttifaqıga a'zo davlatlarning hukumatlari va Avropa parlamentining ma'qulligiga erishishi kerak ekan. Bultur Avropa İttifaqı 4 milliard 600 million dona kichik tipdagi pochta yo'llanmasi import qilingan bo'lib, Avropaning tamojna tarmoqlari kuniga o'ttir hisob bilan 12 million kichik posilka bartaraf qilgan. Bu yo'llanmalarning 91% Temu, Shein qatorliq tor savdo supulari vositasi bilan Xitoydan kelgan. Növbətdə Avropa İttifaqı Komiteti iste'molchilarga bevosita yetkaziladigan kichik posilkalarning har biridan 2 yevro haq ilish haqida taklif sungan. Avropa Parlamenti Xalqaro savdo komitetining raisi Bernd Lange bu vaqtda to'xtalib, 4 milliard 600 million dona posilkani unumli kontrol qilish haqiqatan mumkin emas. Uning ustiga bu siyosatni amaliy ijro qilish uchun nurg'un pul ketadi. Shunga Temu, Alibaba yoki Sheindan ular to'lishi kerak bo'lgan chiqimni talab qilish odillik bo'ladi degan. Navbatda ko'plagan davlatlar Xitoyning Temu va Shein qatorliq tor savdo supularining o'z bozoriga arzon mahsulotlarni to'kma qilib setishni ayblamoqda. Bir necha oydan buyon davomlashayotgan Amerika-Xitoy savdo urushida Trump hukumati Xitoyga yuqori nisbatda tamojna beji yo'lga qo'ygandan boshqa Xitoydan kelgan qiymati $800 ishib ketmaydigan bevosita iste'molchilarga yo'llanadigan mallardan ilinadigan bojni 2 hassa o'stirgan edi. Keyin Shveysariyada o'tkazilgan suhbatdan keyin bu bojni 120% dan 54% ga tushirgan bo'lsa-mu, har bir posilkadan ilinadigan $100 bir tutash haqning davomli kuchga ega bo'lganligi uqtirilgan edi. Bloomberg agentligining ma'lumotlariga asoslanganda Amerika kichik tipdagi pochta yo'llanmalarining eng chong bozori bo'lib, o'tgan yili Xitoyning bu turdagi eksport kirimi $94 milliard ga yetgan. Bu Xitoyning umumiy eksportining taxminan 4dan 1 qismiga barobar ekan. Amerika Huawei'ga pozitsiyasini yumshatdi, Xitoy yanada norozilik bildirdi. Amerika savdo ministrligi Huawei shirkatining o'zak mahsulotiga qaratilgan cheklama haqidagi bayonotini yumshatgan bo'lib, Xitoy buningga yanada norozilik bildirdi. Amerika savdo ministrligi oldingi hafta Huawei shirkatining o'zikiga qaratilgan cheklama haqida bayonot e'lon qilib, Huawei'ning Shintang o'zikini ishlatish Amerikaning eksport boshqarish belgilamiga xilof deb ta'kidlagan. Ammo keyin bu iboralarni o'zgartib, aloqador sohalarda Xitoyning ilg'or o'zaklarida mavjud bo'lgan xavfdan ogohlantiramiz deb yumshatgan. Ammo Xitoy buningga norozilik bildirgan. Xitoy savdo ministrligining bir bayonotchisi dushanba kechda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bu to'g'riliq ifoda bildirib, garchi Amerika bayonotni o'zgartgan bo'lsa-mu, Xitoy tarafining Xitoy-Amerika iqtisod va savdo maslahat mexanizmi orqali Amerikaga noroziligini ifodalaydiganligini, bu harakatning Xitoy bilan Amerikaning Janvadagi yuqori darajalik suhbatda hosil qilingan o'rtaq to'qinishiga og'ir buzg'unchilik qilinganligini, Amerikaning xatoligini tuzatishi kerakligini da'vo qilgan. Amerika savdo ministrligining sanoat va bexatarlik idorasi 12 may Biden hukumati davrida ilg'or hisoblash iqtidoriga ega yerim o'tkazishga qaratilgan bir qism eksport kontrol qilish tadbirlarini bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Shuning bilan birga dunyodagi sun'iy aql shirkatlarini Huawei ishlab chiqargan Shintang o'zaklarini ishlab chiqarishning Amerikaning munosabatlik belgilamalariga xilof ekanligi haqida ogohlantirgan edi. Hindiston qismlari necha o'nlagan mavchini o'ldirdi. Hindiston alohida qismlari 21 may ijro qilgan to'polonchilarga qarshi harbiy harakat davomida 25 mavzudonchi to'polonchini o'ldirdi. Hindiston 1967-yili boshlangan asabiy so'lchil mavzudonchi naksitlarga qarshi harbiy harakatlarni davomlashtirayotgan bo'lib,
To'qinish Chhattisgarh o'lkasining Narayanpur rayonidagi quyuq o'rmonlikda, ya'ni uzundan buyon mavzudonchilarning qo'rg'ini deb tunilgan bir joyda yuz bergan. Saqchilar mushu ayning boshlarida ilgari mazkur guruhning kontrolligidagi strategik bir to'pilikni egallash maqsadida uda 3 hafta davomlashgan harbiy harakat jarayonida 31 mavchi to'polonchining o'lganligini jakarlagan. Hindiston hukumatining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, Hindiston qismlarining o'tgan yildan buyon elib berayotgan harbiy harakatlari davomida 400 dan ortiq to'polonchi o'ldirilgan. Afg'oniston Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoriga qo'shildi. Pokiston Tashqi ishlar ministrligining rasmiy bayonotiga asoslanganda, chorshanba kuni Xitoy, Pokiston va Afg'oniston Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turini Afg'onistonga kengaytirish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Bu kelishim Beijingda o'tkazilgan 3 taraf tashqi ishlar ministrlari yig'inida ishga oshgan. Yig'inda Pokiston tashqi ishlar ministri Ishoq Dar va Afg'oniston vaqtliq tashqi ishlar ministri Amirxon Muttaqim qatnashgan. Ministrlikning bayonotida taraflar bir balvoq bir yo'l tashabbusi hamkorligini cho'nqurlashtirish va Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini Afg'onistonga kengaytirish to'g'risida kelishim hosil qildi deyilgan. Yig'in jarayonida tashqi ishlar ministrligining diplomatik aloqani kuchaytirish, fikr almashtirishni yaxshilash hamda savdo, ul aslaha va taraqqiyotni ilgari surish uchun konkret qadamlarni tashlash yo'llarini muzokara qilganligi bildirilgan. 64 milliard dollarlik bu loyiha Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining muhim qismi bo'lib, bu Sharqiy Turkistonni Pokistonning Balojiston o'lkasidagi Givadar portiga tutashtirib, yo'l, temir yo'l va turba liniyasi to'ri orqali yuk, neft va tabiiy gaz to'shishni ishga oshirdi. Xitoyning o'z manfaatini chiqish qilgan bu plani Balojistonda Xitoyga qarshi qurolli hujumlarning uzilmay yuz berishiga sabab bo'lmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.